Kuni kecha Toshkent shahar Mirobod tumanida elektrosamokatlarda yong'in sodir bo'lganligi aks etgan video xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqadi. Ma'lum bo'lishicha, 30-may kuni soat 08:03larda Toshkent shahar Mirobod tumani Islom Karimov ko'chasida joylashgan 25-uy oldida elektrosamokatlar yonib ketgan. Yong'in qutqaruv ekipajlari aytilgan manzilga soat 08:07 da yetib borib, yong'in soat 08:09 da o'chirildi. Hozirda yong'in sababi keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Yaxshamki hodisa oqibatida tan jarohati olgan, jabrlanganlar yo'q ekan, ammo yuqoridagi kabi holatlar sodir bo'lishini istamasangiz, hozir mutaxassis aytadigan tavsiyalarga albatta rioya qiling. Elektrosamokatlarni batareyalari haddan tashqari qizib ketgan vaziyatda undan foydalanishni to'xtatish, sozligiga ishonch hosil qilgandan so'ng foydalanish, tungi vaqtda nazoratsiz elektrosamokatlarni zaryadlash uskunasiga qo'yib ketmaslik tavsiya etiladi.